Umringiz davomida bunaqangi zo'r proyekt ko'rmagan bo'lsangiz kerak. Nimaga desangiz, atiga bir sotuv maydonga hech qanaqa gulxo'y xonalarsiz, полноценный xonalarga ega bo'lgan 2 qavatli hovli qurib qo'yishibdi. 130 kvadrat metrli bino maydoni 4 ta xonadan tashkil topgan va chiroyli ta'mirlab qo'yilgan mana bu hovlini ko'rsanglar, haqiqatda ustalarga rahmat aytib olasizlar. Shunaqangi zo'r joydan unumli foydalanishgan, hovlisiga bemalol mashina izoh qilib qo'ysangiz bo'ladi. Hovlini burchagida bo'lsa bunaqangi hojatxonalar va qo'l yuvadigan joylarigacha ega ekan. O'zini podval qismlari qilingan, undan tashqari juda ham chiroyli bir ta'mirdan chiqarib qo'yilgan. Menga eng yoqqan tomoni oshxonani joylashuvi bo'ldi o'rtoqlar. Keyin birgalikda sizlar bilan mana shu xonadonni obzor qilamiz. Hozirdan bitta like bosib qo'yinglar o'rtoqlar. Sizlardan nima ketdi? Bektemir postidan 150 metr, 300 metr masofadan o'tganda, katta yo'ldan 150 metr chiqarkan, bir sotuv maydonga qurilgan mana bu xonadonimiz bugun sizlarning e'tibor markazingizda. Video davomida narxini ham aytib o'taman. Chiroyli narxlarda berib yuborishyapti. Egalari o'zimiz akalar chiroyli narx qilib berishadi. Faqat Uy bozor TVdan chiqdim desanglar bo'ldi. Chiroyli mana shunaqangi koridor qismi o'ng tomonimizda bo'lsa, oshxonamizda mana shunaqangi tonirovkali razdijnoy eshiklar bilan yopib qo'yishgan. Oxirgacha ochiladi, bemalol bu yerdan foydalansanglar bo'ladi. Ikkitadan oynalar qilib qo'yilgan, havo aylanishlardan muammo bo'lmaydi. Oshxona mebelni qilib olsanglar, bemalol ovqat tayyorlash uchun hamma sharoitlari bor. Toshkent shahar Bektemir tumani Sohil ko'cha deyiladi buni. 130 kvadrat metr 4 ta xonadan iborat. Bu tomonda umumiy sanuzellarimiz zinani tagidan unumli foydalanib, bunaqangi sanuzellar qilib yuborishibdi. Mana bu ko'rayotgan aboylar ham Atachentoga o'xshaydigan ajoyib bir effekt berar ekan. Katta bunaqangi keng oppoq eshiklarimiz orqali mehmonxonamizga o'tiladi. Dekoratsiyalar juda ham zo'r chiqibdi. Televizor qo'yib olib, stol-stullar bilan jihozlaysizlarmi? Yumshoq mebellar bilan jihozlaysam, chiroyli bir mehmon kutadigan xona qilib qo'ysa bo'lar ekan. Ayniqsa qarindosh-urug'lar kelganda, bemalol mana shu xonadonda kuzatsanglar bo'lar ekan. Hurmatli mijozlar, yaxshi niyatda mana shunaqangi kvartirani mana shunaqangi hovlilarga almashtiring, sotib o'rniga oling deb yaxshi niyatda yurganlar bitta like bosib qo'yinglar. Allohga oson, shunaqangi chiroyli uylar sizlarga ham nasib qilsin iloyim. Kechki otga chiqqanimizda ham shunaqangi koridor qismimiz joylashgan ekan. Oppoq eshiklarimiz o'rnatilgan. Chap tomondagi birinchi xonadan boshlasak, o'zini balkon qismlariga ega bo'lgan chiroylikkina yotoqxonami, mehmonxona sifatida bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Balkonidan bo'lsa ajoyib bir manzara, ertalabda bo'lsa issiqqina kofeni ichib, tong yorishini, quyosh chiqishini kuzatsangiz bo'lar ekan. Allohga oson, bandasiga qiyin. Yaxshi niyat yarim oldi bekorga yetishmagan. Yaxshi niyat qilib ko'ring. Shunaqangi chiroyli xonadonlar bizga ham nasib qilsin. Butun umr shu xonadonda yashaysan degan gap yo'q. Hammasi asta-sekinlik zina bo'ladi. Birinchi yil shunaqa olsangiz, 2 yildan keyin buni sotib olib kattaroqdan olasiz. Undan ham kattaroqdan olasiz. Mana shunaqa xudo xolasa Alloh hammaga bandasiga asta-sekin beraversin inshaalloh. Bu tomondan qangi yotoqxonamizni ko'rishinglar mumkin. Farzandingizga, o'g'il bolalarga alohida yotoqxona qilib bersangiz bo'lar ekan. Ikkinchi qavatimizda ham qangi umumiy sanuzellarimiz ham qilingan. Ichkarida bo'lsa farzandingizga alohida yotoqxonalarimiz qiz bolalar uchun mo'ljallangan ekan. Dimoxodlari tashlab ketilgan, yon tomondagi ko'chasiga qaragan oynalari bor, havo aylanishlaridan muammo yo'q va har bitta xonani o'zini oynalari qilingan, полноценный havo aylanishlari, yorug'lik tushishlardan muammo yo'q. Keyin o'rtoqlar, endi hovlimizni fasadini ko'ryapsizlar. Travertili juda ham chiroyli fasad bo'lgan. Podval qismini ham ko'rsatib beramiz. Yomg'ir yog'inchachin bo'lganda ham bemalol bu yoqqa suv kirmaydi. Zinadan tushib, shunday podvalga tushganingizda bemalol xohlasangiz demaxod qilib qo'ying. Xohlasangiz kerakli bitta xona qilib qo'ying. O'zingizga bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Mana qarang, chiroyli ta'mirdan chiqarib, ustini bunaqangi plastik bilan patologini qilib qo'yishibdi. Banka qo'yadigan alohida joylari ham bor ekan. Qoyili. Hammamizga nasib qilsin. Yaxshi niyatda bitta like bosib qo'yinglar. Hurmatli mijozlar, bundan ham arzon hovli qidirayotgan bo'lsangiz, pastda ssilka qoldirganman. Saytimizga kirib bemalol eng arzon hovlilarni ko'rishingiz mumkin. Aytgancha o'rtoqlar, bozor tv.uz saytida bemalol kvartirangizni, hovlingizni e'longa qo'yishingiz mumkin. Mutlaqo bepul xaritalari va lokatsiyalari, rasm va videolar bilan bemalol e'longa joylang. O'zingizni oson soting, chunki u yoqda juda ham ko'pchilik uy qidiryapti.